Bugungi suhbatimiz haqida eng chiroyli izoh yozgan va eng ko'p layk yig'gan obunachimizga maxsus sovg'amiz bor. Va keyingi suhbatdoshimiz kim bo'lishini ham siz aytasiz. Oqshom liboslaridan tashqari yoki bo'lmasam milliy o'sha to'y urf-odatlarimizda kiyiladigan liboslardan tashqari o'sha elementlari aralashgan milliy matolarimizdan liboslar tikirib yoki chet el sayohatlarga chiqishganda o'zlari uchun bir esda qolarli suratlar uchun yoki video roliklar uchun shu ham ko'paydi, anchagina talab oshgan. Ko'zimiz, qo'limiz mehnatda, harakatda biz uchun. Biz nimaga aynan mana shu eksklyuziv qo'l mehnati yordamida yaratilgan liboslar bilan bu tanamizni xursand qilmasligimiz kerak. O'zimizdan xursandmasligimiz kerak. Ana. Menga qaytanga yoqardi mana narsani kimdir ko'chirsa. Yo'q, bu yoqimli narsa, chunki u o'sha ommalashsa siz o'ylab topgan narsangiz, yangilik ommalashsa bu juda ham qonarli holat. O'sha buzganlarimni evazidan nimagadir erishaman-da, chunki men uchun bu tajriba bo'ladi. Shu narsani kimdir qilishi kerak va dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, o'zingdan boshla deganlaridek. O'shaning uchun men o'zimni o'zgartirishdan boshladim. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'zbekligim o'zligimda bugungi suhbatdoshimiz Sindorbek Toshkenboyev. Yoshlar o'rtasida urfga kirgan zamonaviy milliy liboslar modelyeri. Bugungi suhbatimiz milliylik haqida, zamonaviy milliy liboslar haqida bo'ladi. Xush kelibsiz, Sindorbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taklifingizdan juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Bu men uchun bir tajriba maydoni desam ham bo'ladi, albatta. Qaysidir ma'noda bir faxr, g'urur desam ham adashmagan bo'laman. Rahmat. Xudo xolasa suhbatimiz hamma uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Rahmat. Taklifimizni qabul qilganingiz uchun ham rahmat. Ko'pchilik hozir dizaynerlarni bir suhbatga taklif qilish ham bir nima deydi, mushkul bo'lib qolgan. Hammani ish qaynagan payti sizlarni hali aytadi, mavsum keldi. Bu yilgi mavsumda qanaqa hozir bir chekkadan boshlaylik, qani milliylik qanaqa yo'nalishda ketyapti? To'g'risini aytsam, har yil mavsumda asosan mijozlar bilan ovora bo'lardim. Bu yil o'zim uchun vaqt ajratmoqchiman. Chunki nimadir qoldirish kerak baribir. Ijodda odam o'sadi, o'zi uchun yangilik qidirsa va o'zgarish ham bo'ladi. Shu uchun bu yil ko'proq asosan ijodga bo'lgan qiziqishlarimiz ortib, qo'shimcha yangi kolleksiyalar yaratmoqchisiz demak. Inshaalloh, xudo xolasa. Mana hozir bu savolni berganimning sababi, o'sha talab qanaqa bo'lyapti deganimning sababi, bu yil e'tibor bergan bo'lsangiz, juma kunlari milliy liboslar kuni ham milliy kun bo'lyapti. Sizlarda qanaqa ketyapti? Masalan, mana liboslar kechki yoki bir to'ybob yoki yana boshqa liboslarni tikasiz, faqat milliy tikmaysiz. Lekin ko'paydimi talab milliylikka? Talab ko'paygani zamon tezlashishi desam bo'ladimi buni yoki hozir o'zingiz bilasiz, ijtimoiy tarmoqlarda deyarli ko'pchilik faol va shu sababli o'zlari uchun qaysidir ma'noda kontent ishlash maqsadida ham oqshom liboslaridan tashqari yoki bo'lmasam milliy o'sha to'y urf-odatlarimizda kiyiladigan liboslardan tashqari o'sha elementlari aralashgan milliy matolarimizdan liboslar tikirib yoki chet el sayohatlarga chiqishganda o'zlari uchun bir esda qolarli suratlar uchun yoki video roliklar uchun shu ham ko'paydi, anchagina talab oshgan. Va bu juda ham qonarli holat. Albatta. Demak, sayohatbob milliy liboslar ham tikyapsizlar. Juda zo'r, bu ham bir o'zicha yaxshi yo'nalish, chunki milliylikni faqat O'zbekistonda emas, demak dunyo bo'ylab targ'ibot qilinyapti va bunda sizni ham hissangiz bor. Xudo qodir qilgancha. Albatta, bu bizning asosiy maqsadimiz ham shu. Mana asosiy maqsadimiz ham shu. Asosiy maqsadimiz ham shu, chunki bizni O'zbekistonda, masalan, o'zim ham chet elda ko'p yuraman va chet elda milliy kiyinganimda bizga bo'lgan e'tibordan faxrlanib yuraveramiz-ku, lekin O'zbekistonni o'zida, masalan, 4 yil oldin milliylik juda unutilib yuborilgan edi va milliy libosda kiygan odamga boshqacha qarashlar ham hattoki bo'la boshlagan edi. Ming shukrki, mana o'tgan yili bu yildan boshlab bu fikrlar o'zgarib, milliy liboslarni faxr bilan kiya boshladik. Va o'sha nafaqat chet ellarda, balki o'zimizda ham kiyganda o'sha chet elliklar bizda ko'rib
yana ham bu narsaga shu albatta sotib olib ketadigan bo'lishyapti kelgan har bir turist. Albatta, o'zimiz guvohi bo'ldik, hattoki chet el dizaynerlari o'zini yangi kolleksiyalarida Ana qarang. bizani milliy matolarimizdan, Yaqin kunlarda ham. yaqin kunlarda biroz kelishtirib aytishgan Ralph Lauren. O'shani Ralph kolleksiyasida Lauren. oldingi yilgi kolleksiyasida ko'rganimda jinsi bilan o'zaro aralashtirib Mana. juda chiroyli namoyish. Men ham hozir Etilganida. sizga shuni aytmoqchi edim, mana zamonaviy yoshlar bob qilib, yoshlarimizni o'sha zamonaviy kiyinish, Yevropacha bo'lsin, xoh yoki o'sha arabizatsiya deymiz, arabchalashib ketishyapti, lekin mayli bizni kim qanaqa kiyinish uni o'zini ixtiyoriy ishi. Xohishiga ko'ra. Biz uni qanaqadir to'siqlar yoki nima qila olmaymiz, ularni albatta. taqiqla olmaymiz. Lekin mana shu kiyimlarga o'zimizni milliy bir matolardan, kashtalardan yoki yana bir narsalar mana uni dizaynerlar sizlar uni ixtiro qilasizlar. Ixtirolar qilsanglarda yoshlarimizni yaxshi ko'rib har kuni kiysa deyman. Faqat tadbirlarda emas, har kuni ustki kiyimdami, ichki kiyimdami, o'sha xona kiyimlarida milliy narsalar aks etib tursa deyman-da. Shuni iloji bormi? Albatta iloji bor. Oxirgi aytganingizdek, oldingi yil bu yil juda ham hattoki bozorlarimizda matolarimizni nafaqat o'zimizda qo'l mehnati yordamida yaratilgan libos matolarimizdan tashqari, ya'ni adras, atlas matolarimizdan tashqari, aynan shu printlardan, shu ranglar gammasidan foydalanib, o'sha chet elda matolar ustiga, ya'ni Gul bosilgan. yuvishga udobniy qilib, kiyishga udobniy qilib, cho'ziluvchan xususiyatiga ega matolarni ham turlari juda ham ko'paydi. Men ko'p aytaman bu narsani, ko'p ta'kidlayman, hech bir narsa tarixsiz bo'lmaydi. Tarixga nazar soladigan bo'lsak, O'zbekistonning liboslaridagi jozibali liboslar butun Albatta. dunyoda Yo'q. takrorlanmasa kerak, Yo'q. chunki bizlardagi ranglari, gammasi, ayniqsa tabiiy ranglardan foydalanishi, u ranglarni tayyorlash jarayonlari juda ham qiziqarli. Qancha ichiga kirganingiz sari o'rgangingiz keladi. O'zingiz menimcha shuni ko'p ichida foydalanasiz, o'z mana anorlardan kashtachiman, ranglar iplarni o'zim chiqarib, bo'yayman. iplarni bo'yab, baribir tabiiy qo'l mehnati bilan yaratilgan har qanaqa ijod namunasi har qanday insonni xursand qila oladi deb o'ylayman. Menimcha o'shaning uchun ham chet elliklar ham yaxshi ko'rsa kerak bizani liboslarni deyman. Katta tadbirlarga borganimizda ham o'sha chet el teg-tugi bilan chet ellik ayollar o'sha bizani milliy bir kashtali yoki cho'pon yoki bir pidjak, kichkina kostyumlar, kalta kiyimlar yoki nimchasini kiyib olishadi-da. O'zbekistondan olib kelganman deb bizga faxrlanishadi shu narsalar. Nafaqat matosi qo'l mehnati yordamida, uni ustidagi bezaklari, kashtalari ham qo'l mehnati o'shada. yordamida. Bundoq o'ylab qarasa 100% qo'l mehnatidan yaratilgan liboslar. O'shaning uchun ham uni qadri yuqori bo'ladi va bu tobora borgan sari ommalashib ko'zni quvontiradi. O'sha tabiiyligi bor. Boya aytganimizdek o'sha qo'l mehnati, ya'ni o'sha qalb qo'ri bilan tikilgan. Yana uchinchisi o'sha zamonaviy. Ular o'zi o'sha zamonaviy ayollar, zamonaviy o'sha tashkilotlarda ishlaydigan odamlar hamma ommani oldiga shu kiyib chiqyapti bizni liboslarni. Aynan muhim kunda demoqchisiz. O'sha muhim Kundalik katta tadbirda. kundan tashqari muhim kunlarda katta tadbirda bir yuqori faxr bilan kiyishyapti. kiyish bu juda ham qonarli holat. Endi bizni mana shu jensiga mana masalan meni ustimdagi o'zimizdan o'sha kashta yoki mana jiyaklarni qo'yib chiqarsak kiyisharmikin, nima deb o'ylaysiz? Albatta kiyishadi. Oldin ham bo'lgan bu narsa, xabaringiz bor. Baskalarimiz hozir juda ham trendda, urfda. Korset baska turlari oldingi yilgi qishki kolleksiyada qilganimizda boshda ko'pchilik bu narsani tushunmadi, lekin oradan 6 oy, 7 oy o'tib juda ham bu ommalashdi. Nafaqat maktab yoshidagi qizlarimiz, kelinlarimiz ham, hattoki yoshi katta insonlar ham bu narsadan kiyimlarda element sifatida foydalanishdi. Oddiy misol qilib baska bilan korsetga keltirib o'tyapman hozir. Undan tashqari juda ham ko'p aksessuarlar o'sha kundalik liboslar bilan uyg'unlashtirsa bo'ladi. Endi shuni ustida hozir ijod harakatlarini boshlaganmiz, xudo xolasa. Bu narsani ko'pchilik o'sha hozirgi kunda ijod qiladigan dizaynerlarimiz ham o'zlarini kolleksiyalarida qo'llab kelishyapti. Boshqalar ham demak shu narsaga qiziqishyapti dizaynerlar. Bozorlarimizda matolarga nisbatan ham qiziqishlar ancha ortdi. Bozor dedingiz, mana biz bundan 2 yil oldin mana shu tashkilotni tashkil qilganda va milliylikni targ'iboti bilan shug'ullanib boshlaganimizda bizga ko'pchilik e'tiroz bildira boshladi. Nimaga milliy kiymaysiz degan savollar, milliy kiyininglar degan joyimizda milliy matolar qimmat.
bitta libos tikish uchun palon metr ketadi, palon anaqa, keyin uni yuvganda bunaqa deb bahonalar ko'p bo'ldi-da. Hozir ko'ryapmiz, masalan, Xitoydan o'sha guli bosilib kelingan ham, lekin o'zimizni o'sha milliy qo'lda to'qilayotgan adreslar ham yuvsa unaqa hozir buzilmayapti. qo'l mehnati yordamida yaratilgan adreslarni ham yuvsa bo'ladigan qilib, yangicha bir texnologiyalar yordamida adreschilarimiz ham, hunarmandlarimiz ham shu narsani ustida ish olib borishyapti va bu ham bir biz uchun qulaylikni yaratadi. O'sha ko'pchilik narxlari ancha yaxshi, hamyonbop. Chunki birinchidan aytganingizdek, yuvishga udobli, har doim kiyiladigan badan uchun yoqimli va o'zini ko'rinishini tezda yo'qotmaydi. Endi u yuvib bo'lmaydigan o'sha qimmat matolarimiz bular tabiiy ipak matosidan bo'ladi. Endi tabiiy ipakni o'zingiz bilasiz, hozirgi kundagi tan narxi, o'zi qadimdan ham ipak har doim hamma uchun bo'lmagan. Qimmatbaho mato hisoblangan va bu narsani o'sha sotib olmoqchi bo'lgan sotuvchi yoki hamyurtlarimizga ham aytgan bo'lardimki, bejizga emas, chunki uni tayyorlash jarayoni bir nechta protsessdan o'tadi, jarayondan o'tadi. Hozirgi kunda o'sha chet elda, Xitoyda juda ham rivojlanib ketgan davlat, texnologiya, texnika matolarni bir necha soniyada nechtadir metr chiqarishsa, bu matolarni chiqarish uchun aynan baxmal matosini aytaylik. 1 metr baxmalni to'qish uchun qancha vaqt ketadi? To'g'ri. Kunlab vaqt ketadi. Albatta. Bu bitta insonni qancha vaqt arzon deyman men. Agar shu arzon, men ham arzon deyman. Ko'rsa, agar shu narsani biz hammaga ko'rsata olganimizda edi, o'sha har bitta uni o'sha etaplarini ipni pilladan olinishi toki o'sha mato bo'lib bizni ham enimizga chiqquncha qancha qiyinchiliklardan o'tib kelishini, qancha odam mehnati, qancha mablag' ketishini sarflaganda, hisoblaganda, men o'sha matolarni qimmatmas arzon deb hisoblayman. Men ham shunaqa deb hisoblayman. Masalan, siz ko'proq kashta bilan shug'ullanasiz. Kashtani ham apparat tikkani bilan qo'lda tikilgan kashtani yer bilan osmoncha farq bor. Buni farqlaydigan insonlar endi hozirgi kunda ko'paydi, lekin behisob shukur. Baribir texnika bajarganga qaraganda qo'l mehnati bilan bajarilgan undagi joziba, undagi takrorlanmas, keyin avloddan avlodga qolishi. Avloddan avlodga qolishi. O'sha masalan, eng asosiysi takrorlanmas. Ko'pchilik ayollarimizga xos xususiyat, qizlarimizga xos xususiyat hech kimda bo'lmasin. O'sha narsa. Hech kimda bo'lmasin, faqat menda bo'lsin. Yomon narsa-da, masalan, men tadbirga borsam, xuddi mendagi kiyimni to'yda kimdir kiyib tursa, men o'sha to'ydan tezroq qochib ketgim keladi. O'ynolmayman ham o'rtaga chiqib, kimdir mendakiga unaqa bo'lmaganim, lekin shunaqa tasavvur qilasiz. Tasavvur bo'ladi. Psixologik odamga ta'sir o'tkazadi. Keyin shu narsani tan olishimiz kerak, hattoki o'zim ham bitta libosni kimdir takrorlab o'shani tikib berishni iltimos qilsa, o'zim ikkinchi marta takrorlaganimda hattoki qaysidir joylari o'zim bajarganman shu libosni, lekin ikkinchi martasida boshqacha holatga chiqadi. Endi qo'l mehnati yordamida tikilgan kashtalar, undagi gullari, undagi o'sha naqshlarning, ranglarining, matolarining o'zaro uyg'unligi, ikkinchisini takrorlashi bu juda ham qiyin. Menga ham shunaqa, xuddi mana shunaqa deb rasmini olib kelib, oldingi ishimni olib kelib tikib bering deydi, lekin xuddi shunaqa chiqara olmayman. Xohlaganimda ham chiqmaydi bu narsa. Shu narsani to'g'ri tushunishsin, nima uchun qimmatligini faqat ularda bor. Shunaqa. To'g'ri, endi buni hozir sekin-sekin tushunishyapti. Bir loyihamiz ham bor, xudo xolisa, mana shu jarayonlarni ko'rsatib, xalqimizni yana ham mana shu qadrlashga o'rgatmoqchimiz. Keyin o'sha yana bitta qimmatligini sababi yoki bu narsani o'sha pulni qizg'anmaslik kerakligini ham aytmoqchiman. Qo'lda tikilgan yoki o'sha to'qilgan libos yillab sandiqlaringizda turadi. Mana siz kiydingiz, siz yoshingizga to'g'ri kelmay qolsa, sizni qizingiz kiyadi. Avloddan avlodga o'tadi. Navarangiz kiyadi va uni faxr bilan kiyadi. Kiyganda ham meni buvimdan, buvimni buvisidan qolgan narsa deb va u borgan sari o'sha yil o'tgan sari narxi tushmaydi. Aksincha, qo'lda yaratilgan narsalarning, qo'l mehnatida o'sha tabiiy ipaklardan yaratilgan narsaning narxi yil o'tgan sari oshadi. Eksklyuziv bir oshadi. Bu siz qimmat narsa oldim deb hech ham nima deydi, og'rimay, u narsa turgan sari qimmatlashadi. Ayniqsa ayollarimiz, qizlarimiz o'zlari uchun bu hayotda bir marta yashar ekanlar. To'ppa-to'g'ri, u ham to'g'ri. U ham to'ppa-to'g'ri gap. Chunki bu tasavvur qiling, kun davomida shu tanamiz, hamma tana a'zoyimiz, ko'zimiz, qo'limiz mehnatda, harakatda biz uchun. Biz nimaga aynan mana shu
eksklyuziv qo'l mehnati yordamida yaratilgan liboslar bilan bu tana bizni xursand qilmasligimiz o'zimizdan kerak. qizg'anmasligimiz kerak. Ana mana dizaynerdan sizlarga maslahat. Biz bunga arziymiz deb har doim kiyinishimiz kerak. Albatta, bundan yaxshisiga ham arziymiz. Albatta, to'ppa-to'g'ri, rahmat sizga. Yana bir savolim, mana bundan bir necha yillar oldin siz tanlov asosida, mana dizaynerlar, yosh dizaynerlar tanlovi asosida o'z yo'nalishingizni boshlagan edingiz. Sekin aytib bering, qani, mana necha yil oldin edi bu narsa? Xudo xohlasa mana avgust kelsa 10 yil bo'ladi. Yubiley desam ham bo'lar ekan. 10 yil birpasda o'tdi. Avvalambor Alloh va mana shu ko'rsatuvni sababchi qildi ko'pchilik meni tanishiga va mijozlarim soni ortishiga, o'zimni ijod namunalarimni yana ham erkinroq targ'ib qilishimga bu ko'rsatuv sababchi desam ham adashmagan bo'laman. Menimcha bu ko'rsatuvlarni, o'sha tanlovlarni ko'paytirish va yoshlarimizga o'sha mana shu sohaga bo'lgan qiziqishni orttirishda bu tanlovlar yordam beradi. Qo'llab-quvvatlash kerak. Albatta, qo'llab-quvvatlash kerak. Chunki o'zimiz ham shu yoshda bo'lganmiz, kichkina bo'lganmiz, orzu-havaslarimiz bo'lgan, o'zimizni o'sha sahnalarda liboslarimizni olib chiqish va uni ko'pchilik qanaqa qabul qilinishi, bu tajriba maydoni deb aytaman, chunki hamma narsa birinchisidan boshlanadi va o'sha siz bir nima qilar ekansiz, bajarganingizdan keyin qanchalik muvaffaqiyatli va nimalar qilish kerak, qayerlarda xato qildik, qayerlarda bir yangicha qo'shimcha bir yangilik kiritdik va uni xalq qanaqa qabul qildi. Bu yoshlarimizni o'sishiga juda katta yordam beradi deb o'ylayman. Mana 10 yil, deyarli 10 yil bo'libdi. 10 yil bo'libdi. Bir sizni o'zingizni, aynan sizni yo'nalishingizda o'sha Sindorning nima deydi, dizayni degan anaqada bir mashhur bo'lgan nimalaringiz bormi? Liboslarimizmi? Liboslaringiz. Behisob shukr juda ko'p. Endi bu ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram sahifasida joylangan va bitta libosni vaqti kelgan o'sha 50 martagacha takroran tikishimizga va u haligacha o'zini tan narxida. Masalan, bitta libos tikasiz, keyingi safar nimadir mahsulot yaratganingizda yangilik chiqqandan keyin uni narxi tushishi kerak-ku. Yo'q, lekin o'zini o'sha birinchi qo'ygan narxingiz haligacha o'sha libosni tiksangiz o'z kuchida va bu juda ham quvonchli va men uchun albatta bu sharaf bo'lsa kerak dizaynerlar uchun. Va men bu kasbni tanlaganimda hech qachon afsuslamayman, chunki bir plyus, bir minus deganlari qarshiliklar ham bo'lgan, qarshi fikrlar ham bo'lgan va men o'zim orzu qilganimdek hayotga va o'zim erishmoqchi bo'lgan maqsadlarimga mana shu kasbim orqali avvalambor Alloh sabab, Alloh xohishi bilan shu kasbim sabab erishib kelaman va buni agar shu kasbni egallamoqchi bo'lgan yoshlarimiz haqiqatdan qalb kasblarini qidirishayotgan bo'lsa, shu sohada o'zlarini qaysidir ma'noda ko'rayotgan bo'lsalar, hech ikkilanmasdan boshlashlarini xohlagan bo'lardim. Rahmat, baraka toping. Mana shunaqa maslahatlar bilan, mana o'zi savoldan javobingizdan kelib chiqyapti. O'g'il bolalar bizda nimagadir o'zbek mentalitetimizda milliy liboslarni kiyishdan qanaqadir uyalishadimi yoki o'g'il bolalar adras kiymaydi, atlas kiymaydi degan hozir ham mana maktabga nimchalarni tikishda katta bahslar bo'lib ketib qoldi bizning shu Facebook tarmoqlarida. Lekin men bilamanki, o'sha unda ozginagina shunday kirib Facebookga ozgina tarixiy rasmlarni ko'rsangiz, 60-yillarda ham, 50-yillarda ham, hatto 70-yillarda ham muftiy bo'lib bizani mana shu O'zbekistonning mullar o'sha diniy nimalarini boshliqlari ham o'sha shoya atlaslik choponlarda yurishgan. Aynan arabcha emas, o'zimizning o'zbekona milliy o'sha atlaslarda, toza atlasli choponlarda o'sha nima deydi, rasmlarga tushganini ko'rdikda, o'sha hayit namozlarida, o'sha bayram kunlari juda chiroyli salobat bilan kiyinishgan ekan. Men o'sha rasmlarni qo'ydim. Ipak bo'lmasa kerak deyishdi bu kiyimlarni ham. Lekin menimcha, mana endi siz ham bilsangiz kerak, ipak erkak kishini ichki, ya'ni badaniga, terilariga tegib turmasligi kerak-da. Ustki liboslarda ipakka ruxsat berilgan dinimizda ham. Va ilgari kiyishgan. Aynan erkaklar o'sha hozirgi aytganingiz yorqin, qizil, o'sha sariq rangli atlas adraslarni kiyishgan va nima deydi? Bu nima deyishgan ekan? Bizga o'sha paytda bir so'raganimda, nimaga erkaklar bunaqa kiyinganda, ayollar aksincha desam, naqani xo'rozi, tovusi, nari bor-ku.
tabiatda ham shunaqa deyishdi. Tabiat bilan Tabiatda bog'liq aksincha o'zaro. o'sha nar erkaklar ayollarni o'ziga jalb qilish uchun chiroyli yurish kerak bo'lgan ekan. O'sha paytda ham. Ayollar aksincha. Keyin agar chuqurroq bunga yondashadigan bo'lsak, iqlim jihatdan ham bizada yoz, kuz, qish, bahor, qishdan bahorga o'tganimizda ertalab salqin, kechki payt salqin. Bitta yengil kiyimni o'zida Kerak ham bo'lgan. noqulayroq bo'ladi. Ertalab sovuq otishi mumkin, kechki payt sovuq otishi mumkin va ustimizdan iladigan yengilroq narsa bo'lishi kerak va bu chakmon, o'sha cho'ponlarimiz Mursaklar bo'lgan. ha, bejiz emas deb o'ylayman. Bu narsa oldingi bu narsani Tabiiy, kiyishgani, kelib chiqishi va bu narsani targ'ib qilish aytganingizdek Kerak. kerak. Chunki ichimizda baribir boshqa libosimiz ustidan yengilroq kiyganimizda bu ipak matolari baribir tanamizga Ipak tegmaydi. kiya olmaydi, xohlaganda ham erkak kishi uchun ipak kiyim kiyish juda qimmatga tushib ketadi. Ipak miqdori Ensiz. matolarimizda kamayib ketdi borgan sari, chunki ipakning narxlari ham oshib va 100% ipak matosi ham foydalanishda juda ham noqulaylik, tez Dog' bo'ladi. Dog' bo'ladi, tez sitilishi mumkin. O'shaning uchun unga biroz o'sha paxta qo'shib aralashtirib bajarishadi va bu 100% ipak emas, mumkin deb o'ylayman va liboslarimiz, chakmonlarimiz asarsiz bo'lmaydi. Asar qismlarida paxta matolaridan aralashtirib. Yo'q, chakmon emas. Masalan, mana hozir men aytmoqchi bo'lganim, yana qizlar zamonaviylashtirishyapti, boyaga aytganimizdek liboslarini. Lekin o'g'il bolalarga negadir shu narsa yo'q. Turistlar keladi. Nega erkak kiyimlari yo'q deydi, uni kiyib ko'chada yurmoqchiman sizlarning kiyimlarda deydi. Nega yo'q deb so'rashadi. O'sha o'g'il bolalarni ichkidan kiyadigan mana bir rubashka deysizlar-ku, ko'ylak. O'shani so'rashadi chet elliklar. Bizda yaxtaylarimiz bo'lgan. Ana o'sha yaxtaylarni. Yaxtaylarimizni kiyishmaydi, lekin o'rtada Qarsa kiysa kerak. Menimcha ham kiysa kerak, chunki yaxtay juda ham qulay kiyim deb hisoblayman. Men hozirgi kunda, aynan mana shu yili yoki undan oldingi yillari men badaniga yopishib turadigan kiyimlarga qaraganda biroz svobodniroq, tashabroq turadigan va tarkibida o'sha paxta bilan o'sha viskoza deymizmi, aralashgan, havo o'tkazadigan kengroq kiyimlarni kiyish men uchun qulay bo'lib qoldi va ish jarayonida ham, kundalik hayotda ham, qaysidir tadbirga borganimizda ham bu narsani targ'ib qilinsa, albatta kiyishsa kerak. Targ'ib qilaylik mana shuni. Xudo xolasa. Qizlarni ayollarni kiyintirdik. Endi o'g'il bolalarga, erkaklarga ham e'tibor qilaylik. Ular ham o'sha milliy kiyinib, baribir milliy libosda yursa, salobati boshqacha bo'ladi. Keyin o'sha milliy liboslarimizdan ham O'zbekistonning yana ham tanilishiga, butun jahonda tanilishiga bir qaysidir ma'noda turtki bo'ladi bu. O'zi oliy maqsadlaringiz deb so'rashganda har doim aytaman, ko'proq ayollar bilan o'sha ayollar liboslarini yaratganim uchun, albatta kelajakda nafaqat ayollarimiz uchun, erkaklarimiz uchun, bolalar uchun ham o'zimizni milliy o'sha kolleksiyalarimizni chiqaramiz, xudo xolasa degan niyatlarimiz bor va buni ustida harakatimiz bor. Sekin-sekin bu narsani ham nima masalan mana shunaqa yo'nalish, shuni nimalar tanlovlar juda kam. Men endi kuzataman, moda namoyishlari hamma o'zinikini qiladi. Mashhur dizaynerlar faqat o'zini kolleksiyasini masalan 1 yilda bitta o'zini o'sha pakaz biznes bilan bog'liq bo'lib qoldi deb o'ylayman. Ko'proq biznesga yo'naltirildi bu narsa. Tanlovlar yo'q yoki ko'proq xalqimda tashab, xalq o'zi tanlab oladigan nima imkoniyat yo'q-da. O'zi hunarmandlar uyushmasida a'zoman. O'zi hunarmandlar uchun tadbirlar uyushtiriladi, yarmarkalar bo'ladi, lekin xalqni bunga qiziqishi kamroq. Buni orttirish kerak menimcha. O'sha hozir juda ham bir ijtimoiy tarmoqlar, media sohasi rivojlandi, jahon qanaqadir axborotlari tezlashib ketdi va bu narsani axborot vositalarida hammasida qo'llash kerak menimcha. Targ'ib qilish qilganda qiyin emas demoqchisiz. Targ'ib qilish qiyin emas va o'sha evaziga qiziqtirish uchun bir qanaqadir qo'shimcha bir imkoniyatlar yaratish kerakdir balki. Masalan, mashhur blogerlar, mashhur san'atkorlar bizga endi yordam berishsa demoqchiman. Endi beg'araz deb xohlayman men, chunki milliylik biz ham beg'araz bu narsani bermoqchi bo'lamiz.
ular ham endi anavi palon pul anaqasiga so'ramasdan. Ha, reklamasiga Reklamasiga so'ramasa, palon oshchasiga pul gapiradigan so'raydi-da, bo'lsa, albatta, ha, ha. bu narsa chunki yoshlarimiz aytganingizdek o'sha san'at vakillarini kuzatishadi, blogerlarimizni kuzatishadi, ko'proq ularga qiziqish bildirishadi va ular ham qaysidir ma'noda sizdan ugina, bizdan bugina degandek o'zlarini yordamlarini ayamasalar, menimcha ham bu ham quvonarli holat. Ko'pincha mablag'iga kelib taqalib qoladi-da. O'tgan yili ozgina biza bir qizlar libosi, millat ibosi degan tanlov qildik. U yerda liboslarga emas edi o'zi asosiy urg'u o'sha qizlarni oilaviy nimalarga tayyorlash bo'yicha edi. Lekin ko'pgina qizlar, dizayner qizlar qatnashdi. Biz buni dizayn tanlovi deb o'ylashgan. Juda ham bir Samarqanddan, Xorazmdan, Buxorodan kelishdi qizlar. Juda ham iqtidorli, talantli qizlar deydi. Shunaqa qizlar bor ekan. Lekin ulardan o'sha nimaga chiqmaysizlar, nimaga o'zinglarni shunaqa Instagramlardan nima ko'rsatmaysizlar, kolleksiyalar yaratib, biz tanlovlar qilamiz, kelmaysizlar desak, mablag'iga borib taqaladi. Bitta kolleksiya qilish uchun qanchadir pul etishyapti, summani etishyapti. Kolleksiya qilgandan keyin uni namoyish etish uchun ham u ham mana shunaqa ekan. O'shaning uchun men aytayotganim, faqat mashhurlar yana ham mashhur bo'lib ketyapti, chunki ular mablag'i bor, o'zini pakazini qilib o'sha nimasini nima deydi, namoyish qilib yaxshi joylarda, qimmat joylarda qilishyapti, zo'r anaqalar auditoriyaga. yoshlar qolib ketyapti. Ha, men o'ylashimcha, u hamma narsani baribir hisob-kitobi bo'ladi-ku. Narx jihatdan qimmat bo'lishining ham sababi o'sha ko'zga ko'ringan joylarda qilish va eng so'nggi texnologiyalardan foydalanish, chiroqlardan yoki bo'lmasam o'sha pakaz uchun, namoyish uchun ketadigan xarajatlarni eng yaxshisidan foydalanishga harakat qilishadi va o'sha darajada qilaman deb yoshlarimizda unchalik mablag' bo'lmasligi mumkin. Chet el namoyishlarini ko'rganimizda oddiy shunchaki tabiat qo'ynida bo'lgan va qo'shimcha hech narsa chiroqlarsiz. Mana shunaqa tajribalaringiz kerak-da bizga. Ko'ramiz, lekin shu narsani ommalashtirish kerak menimcha ham. Ommalashtirish hozir qiyin emas menimcha. Mana internet ishlayapti, o'sha Instagram deyapsiz, TikTok deyapsiz. Ommalashtirish qiyin emas. Lekin o'sha ommalashtirishga beradigan yordam beradigan o'sha tajribali mutaxassislarimiz kerak demoqchisiz. Rasmga olib tarqatish oson, lekin o'sha rasmga qo'yadigan obyektni yetkazib berish muammo bo'lib qolyapti. Hozir sal mavzudan chetlashadigan bo'lsak, juda ham rivojlandi. Tabiat qo'ynida bahor kelishi bilan o'sha hamma chiqib varrak o'chirish yoki shashlik qilib, mayovka deymiz bu. Bu narsa ommalashdi va ko'pchilik ko'plab prosmotrlar yig'ib, ko'plab muhokamalarga sazovor bo'ldi bu video, rasmlar va men ham o'ylayman, o'sha xuddi shunaqa o'zi aslida unaqa xarajatli sayohat emas bular aslida. Shunga o'xshagan o'sha mana shu tadbirlarimizni ham, namoyishlarimizni ham menimcha ham ko'paytirsak bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Asosiy o'zi mana shunaqa joylarga borganimda ko'proq borgan insonlarni u yerda nafaqat estetik zavq olishidan tashqari ko'pchilikni ovora bo'lgan narsasi selfida rasm, qayerga kelgani, kontent ishlash bilan ovora bo'lishadi. Va bu narsalar borib menimcha ham eskiradi qachondir. O'zi mana qachondir odam charchiydi, chunki zerikishda o'sha xonalar, o'sha hashamatli binolardan zerikib, hali boya aytganingizdek tabiat qo'ynida, o'sha chiroyli nimalarda Lolazorda bitta anaqa qilish kerak ekan. Xudo xolisa. Bu ideyamizni boshqalardan oldinroq chiqarishimiz kerak. Chunki yaxshi ideya tug'ildi hozir suhbatimiz davomida. O'ylagandim, lekin realizatsiya qilish haqida o'ylab ko'rmagan edim. Qilsa bo'ladi deganman, lekin chuqurroq kirmaganman bu narsa. Kerak hamma tomoshabinlar ham. Va bu suhbatimiz menga turtki bo'ldi, ayniqsa sizni taklifingiz. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa mana shu yangi kolleksiya namoyishini noodatiy, hashamdan yiroqroq va asosan ijod namunalarini ko'rsatishga qaratishimiz bu menimcha ham maqsadga muvofiq. Hozir yana bitta anaqa, endi siz o'zingiz ko'p kuzatasiz, yana boyagi savolga yana aylanib kelaveramiz. Yosh dizaynerlar baribir endi u bitta yarimta bo'lsa ham anaqasini qo'yayotganlar Instagram tarmoqlariga. Qanaqa baho berasiz? Masalan, qizlarni ishlar, qiz bola ayol dizaynerlar va erkak dizaynerlarning ishlariga. Ko'pchiligini kuzataman. O'zi plagiat degan narsa mana shu. Bor, lekin ilhomlanish bilan aralashtirib qo'yishyapti. Masalan, men ham kimnidir ijod namunalaridan ilhomlanaman. Lekin bu degani birga bir ko'chirib yoki bo'lmasam faqat bitta narsani targ'ib qurish ham
xato deb o'ylayman. Yana ham o'sha ijod namunalarini sonini va noodatiy boshqalarda uchramagan holatda ommaga olib chiqishlari kerak. Yo'q emas unaqa ijodkorlarimiz ham ko'pchilik hozir O'sha Instagramda. abadiy mavzu dizaynerlar, o'sha bizning hunarmandchilikda ham, o'sha san'at ahlini ichida ham o'sha plagiat boyaga aytganingizdek, Endi trendga chiqqan narsani hamma o'sha narsaga fokusini qaratadi. Shunaqa narsa qil, o'sha trendga chiqqanini undan o'tib ketsin, saniki trendda bo'lsin. Hamma yangilik qidirishni o'rniga ko'proq balkim bu tabiiy narsa bu menimcha. Yoshlarni hammasi masalan san'atkorlar, artistlarda ham chiqsangiz, o'sha mashhur san'atkor ashulasini aytib keyin qaysidir anaqaga nuqtaga Etapga kelganda chiqqandan keyin o'zlariniki aytishni boshlaydi. U pul yig'ib olish uchun deb o'ylayman men. O'sha o'zlariga bir mablag' to'plash. Tramplinga chiqayotganda o'sha mablag' yig'ib olish uchun ular shu ishga majbur deb o'ylayman. Ularni ham tushunish kerak deb o'ylayman-da. To'g'ri, ular bilan suhbatlashmadik, ularning fikrini bilmadik. Men shunaqa deb o'ylayman. Yana bitta narsa, men hech qachon bu narsadan og'rinmaganman. Masalan, meni o'zimni o'sha yengilliklar chiqargan paytimda sumkalarmi, abadoklarmi, nimada kashtali yo'nalishda nimalar kartmonchalar chiqarardim. Endi darrov uni yosh mendan keyingi kelayotganlar ko'chirib keyingi ko'rgazmalarda olib chiqsa, endi menga bu anaqa bo'lardi. Nima deydi, stimul deydi-yu, nima deydi, bir buni men qildim oldingi safar, keyingi safar buni albatta olib chiqishadi. Men boshqa narsa o'ylab topishim kerak deb o'zim menga nazorat yaxshi bo'lgan. Menga qaytanga yoqardi meni narsam kimdir ko'chirsa. Yo'q, bu yoqimli narsa, chunki u o'sha ommalashsa siz o'ylab topgan narsangiz yangilik ommalashsa bu juda ham quvonarli holat. Va o'sha men so'ramoqchi bo'lganim, aytmoqchi bo'lganim, yoshlarimiz ham ommalashadigan narsani o'sha ijod namunalarini oralarida o'zlarinikini ham targ'ib qilishlari kerak. Ayol dizaynerlar nimadami? Mashhurmi? Erkaklarmi hozir? Endi hozirgi kunda erkaklar soni kamroq bo'lgani uchun menimcha bu ham bir turtki erkaklarni ko'proq tezroq tanilishiga. Lekin ayol o'sha qizlarimiz, dizaynerlarimiz juda ham ko'p. Endi asosan ayollarning kasbi bo'lgani uchunmi? Men o'zimni kichkinagina bir kursimni qilmagunimcha, o'qitish kursimni qilmagunimcha bunchalik bilmagan edim. Shunchalik O'zbekistonda hunarmand tikuvchi qizlarimiz, dizayner qizlarimiz ko'pligini. Vaholanki juda ham ko'p o'zini uyida yoki bo'lmasam qaysidir ma'noda o'zini joyini ochib faoliyat yuritadigan ustozsiz-da ular o'zi o'rganib, o'tdan o'rganibmi? Chiqishyapti o'sha qizlar, bolalar. Ha. Ustoz ko'rmasdan-da. Ha, demoqchiman juda ham ko'p. Ko'p ekan demoqchiman va ular nimadir o'rganishga harakatlari bor va bu meni quvontirdi. Bu soha o'zi demoqchi bo'lganim juda ham ko'pchilik uchun kasb ekan. Bu narsani o'sha o'qish kurslarimni e'lon qilganimdan keyin sezdim. Keling, shu o'qish kurslaringiz haqida qayerdan bu sizga fikr keldi? Nimaga shuni boshladingiz? Qanaqa ketyapti? Oxirgi paytda mijozlarim bilan gaplashganimdan, ko'p insonlarni uchratganimdan va hayotimda ko'p tajriba desam bo'ladimi? Psixolog mijozlarim ham bor oralarida, ular bilan suhbat jarayonida o'zi har bir insonning hayotga kelganidan keyin o'zini missiyasi, o'zini vazifasi bo'ladi va u vazifasini bajarishi kerak. Faqat hayotda pul topish yoki bo'lmasam yeb ichishdan iborat emas. Tarixda ham bor bu narsa. O'zidan nimadir qoldirish va o'zim ham shu yoshlarimizni yoshida bo'lgan paytimda boya aytganingizdek mablag' jihatdan yetarli mablag' bo'lmagan, qiynalgan paytlarimiz bo'lgan va qaysi eshikka borishni bilmaganmiz, kimdan yordam so'rashni bilmaganmiz va o'zimga o'xshagan insonlar ham yo'q emas va men uchun bu qaysidir ma'noda savobli bir rahmat eshitish ham albatta bu ishimga bo'lgan mas'uliyatim yana ham orttiradi. Shu sababli o'yladimki, hech kim abadiy emas. O'zingiz bilasiz. To'g'ri. Savob demoqchisiz. Siz o'sha ustozlikni bir yaxshi anaqasi sizdan kelgan o'sha sizdan o'rgangan odamlar o'zidan keyingi shogirdlariga qoldirsa, sizga o'sha savobi yetib boraveradi. Keyin men juda ham ko'p risk qiladigan, tavakkal qiladigan insonman. Hozirgi kungacha ham ko'p narsa buzaman.
o'sha buzganlarimni evazidan nimagadir erishamanda. Chunki men uchun bu tajriba bo'ladi. Qo'rqmasdan buzaman. Ha, qo'rqmasdan buzaman. Buzishdan qo'rqmayman. Buzilsa 3 metr mato buzilibdi deyman. Va vaqt jihatidan o'sha yoshlarimiz menga o'xshab men o'ylaymanki ko'p vaqtimni o'sha buzish bilan yo'qotdim. Va u narsani qisqartirib, kimgadir yordam berib, ana o'sha vaqtni xatolarni qilmaslikni va bitta narsada qotib qolishgan juda ham ko'pchilik tikuvchilarimiz, dizaynerlarimiz, juda ham ko'p formulalar. Mana o'zim ham o'qishni boshladim, o'rganishni boshladim. Bu sohada bo'lmasam, o'qimagan bo'lsam ham, o'zi oliy ma'lumotli emasman, bu sohani bitirmaganman. Ona kasb bo'lgan va bu narsani kitob o'sha kitobiy o'sha nima deymiz, texnika, texnologiyasini asl maqsadi qayerdan kelib chiqdi, qanaqa bo'ldi, o'shani o'rganishni xohlaganimda juda ham keraksiz formulalar va bu narsa meni juda ham bir boshimni achitgani uchun hamma sohada shunaqa. Osonroq, yengilroq o'sha boradigan manzilimizni, yo'limizni qisqartirib yoshlarimizga ko'rsatishga asosiy maqsad praktikadan. Ha, asosiy maqsadim shu bo'ldi. O'sha boradigan joyimizni albatta yugurib borgan joyga yurib ham boramiz, lekin qisqaroq yo'lni ko'rsatishga Alloh sababchi qilishini xohladim. Birinchi o'rinda asosiy maqsad shu. Undan keyin baribir moliyaviy jihatdan ham yana ham ko'proq moddiy erkinlikka erishish maqsadi bor. Bu narsani men ochiqini aytadigan insonman. Biznes yuritishni ham o'rgatib ketasiz orasida va o'zimni ham mablag'imni ko'proq ham o'rgatasiz. ko'paytirish maqsadi bo'lgan. Nechta hozir o'quvchilaringiz? Hozirgi kunda har bitta 3 ta patogimiz bor. Patogimizda 60 ta, 50 tadan o'quvchilarimiz. O'zi aslida undan ham ko'p bo'lishi kerak, lekin men o'quvchilarim o'zi bilan gaplashishni xohlab, o'zi bilan o'zlarining savollariga o'zim javob berish uchun o'zingiz o'tasiz darslarni. Fizik jihatidan, fizik jihatdan kuchim yetgancha ularga ma'lumotni yetkazishga harakat qilaman va kichkinaroq guruhlar bilan o'sha 60 ta patog, 30 ta o'quvchi, 30 ta o'quvchi qilib, bunaqasi menimcha O'zbekistonda hali yo'q shekilli. Yo'q, bor. Bormi? Shunaqa ko'p patog qilib o'qitadiganlar. Hamkasblarimning orasida 10 ta, 15 ta yig'ishligini bilaman har gal. Yo'q. Bittada buncha bolani anaqani. Meniki 10dan 1 desam ham bo'ladi. Shunaqa hamkasblarim bor, masalan, men 100 ta desam, ularniki 1000 ta o'quvchilari. Bitta bir vaqtda o'zidami? Bir vaqtni o'zida. Chunki ular o'zlari emas, komanda bilan shug'ullanishadi. Men o'zim shug'ullanaman. O'shaning uchun meniki o'quvchilarim soni kamroq. Endi eshitdim mana shunaqa ko'plik. Mana shogird olishadi. Endi 5 tadan 10 tagacha ham shogird chiqarishadi. U shogirdlik masalasi u boshqa. Boshqacha. Ha, shogirdlarda shunaqa 5 ta 10 ta odamga kuchingiz yetadi. Lekin men bu onlayn menda asosan hozircha onlayn. Ha, o'shanga hayron bo'ldim. Qanaqa bu maktab ekan 60 ta anaqani yig'ib olib o'qitish zo'r-ku demoqchi edim. Yo'q, onlaynda 24/7 savol javob, o'sha 100 insondan 100 xil fikr chiqadi, 100 xil savol chiqadi. Ularning har bittasiga javob berib chiqish kerak va bu mas'uliyat. Pul bergan inson albatta talab qilib oladi. Chunki siz ularga nimadir berasizmi? Sertifikatmi yoki albatta sertifikat beramiz. Diplom. Sertifikat beramiz. Diplom emas, chunki sekin-sekin o'sha maktab qilib, o'sha davlat ro'yxatidan o'tkazib, o'sha qayerlardadir o'zini kuchi yetadigan o'sha diplomlar ham qilish niyatimiz bor va endi bu narsani bu yil 2025-yilda boshladik. Hozir 4-oy ketyapti va borgan sari kengaytirish. Anaqalaringiz birinchi patogimiz bitirishdi, xudo xolasa 13-da bitirib kechamiz va ularning natijasini ko'rib o'zim ham maza qildim. Ularning rahmatlarini eshitib, ularga foydam tekkanidan bu insonni yana ham bir ishlashiga, mas'uliyati ortishiga, ijod qilishiga undaydigan bir qo'shimcha kuch desam ham bo'ladi. Endi siz o'quvchilaringizdan balandroq yurishingiz kerak-da, demak siz yana ana o'sha mas'uliyat bor. Men yana ham ko'proq narsa o'rganishim kerak deb o'yladim. Chunki bilganlarimdan bilmaganlarim ko'pligi. Chunki men kutmagan savollar paydo bo'ldi. Men kutmagan masalan takliflar bo'ldi. O'zim qilmagan, ularni qilib ko'rishga men majbur bo'ldim. O'quvchilarimga tushunarli qilib yetkazib berishim uchun. Ular meni ko'proq o'rganishimga, izlanishimga turtki bo'lishdi. Butun O'zbekistondan-da o'quvchilaringiz? Butun O'zbekiston. Chet ellardan ham bormi yoki Qozog'iston, Qirg'izistonlardan? Tojikistondan bor, Qirg'izistondan ham, Qozog'istondan yo'q. Va Amerikada yashovchi o'zimizdan, o'zbeklarimizdan bor. Zo'r-ku. Tojikistondan yozishganda men bizada
anaqa yoki russkiy yoki tojik tilida emas darslarimiz, o'zbek tilida desam, ular menga o'zlarining tilida javob berishyapti. Biz tushunamiz, siz xavotir olmang. Biz o'qigimiz kelyapti sizni kurslaringizda deb. Va ular ham orada so'rab turaman, hammasi tushunarli va yozilishganidan afsuslanishmaydi. Va borgan sari buni sonini orttirish, Xudo xolasa, asosiy Birinchi maqsadlarimiz. bitiruvchilaringiz bilan bitiruv kecha qilmoqchisizlar. Inshaalloh. Demak, o'sha moda namoyishlari bo'ladi. Moda namoyishi qanaqa? O'sha kurs davomida o'rgangan bilimlarini har bitta darslik berishidan oldin o'sha berilgan darslik yuzasidan vazifalarni tekshiramiz. Undan keyin keyingi darslik beriladi. Va endi hammasini jamlab, o'zlarini hech qayerda bo'lmagan ijod namunalarini kimgadir tikmoqchi bo'ladi, nimadir ijod namunasi yaratmoqchi bo'ladi, lekin unga imkoniyati bo'lmagan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir turtki bo'lmagan bo'lishi mumkin va biz uni o'quvchilarimizga berdik. Noodatiy, hech qayerda bo'lmagan, uchratmagan, yaratmoqchi bo'lgan narsangizni o'zingizga yaratib bitiruv kechasiga kiyib kelasiz. O'ziga kiyib kelishadi, o'zida namoyish qiladi. Ha, va keyinchalik siz aytganingizdek o'quvchilarimizga ham o'sha yordam qilib, moda namoyishlarini o'zlari olib chiqadigan bir darajaga yetkazasiz. Inshaalloh. Xudo xolisa. Keling, endi mana yoshlarni gapirdik, kelajagini aytyapsiz. Ijod qilaman deyapsiz. Qanaqa bir sirini ayting, ozgina qanaqa kolleksiya qilmoqchisiz? Qachonga chiqarmoqchisiz? Kuzga. Kuzga. Chunki bahorga ulgurmadik. Vaqt juda ham tez o'tib ketib qoldi. Chunki yil boshidan biz kursimizni boshladik va o'zingiz bilasiz, buyurtmalar soni oldingiga nisbatan ortgan, lekin hadeb ham jamoamizni kengaytirib, orada ishchilarimiz soni ham ko'paytirdik, lekin biroz sifatlarimizda o'zgarish bo'lgani uchun yana o'z orqaga o'sha ishchilar sonini kamaytirib, ko'proq sifatli narsa, o'zingiz bilasiz, pog'onaga chiqqandan keyin uni ko'tarilishi osonroq, lekin uni ushlab turish biroq mas'uliyatliroq. Shu sababli bahorga ulgurmadik, fizik jihatdan, mablag' jihatdan bor edi, lekin o'sha qilganimizga yarasha olib chiqadigan kolleksiyamiz zo'r bo'lishi kerak va oldingilariga qaraganda yana ham yorqinroq, yana ham insonlarda chuqur taassurot qoldiradigan va ular u narsadan foydalanib o'zlari kundalik hayotlarida foydalanishlari uchun qulay bo'ladigan tomonlarini o'ylashimiz uchun bizga vaqt kerak va biz buni kuzga mo'ljal qildik. O'zimizni har doimgidek milliy matolarimiz bilan o'sha zamonaviy liboslarni o'zaro uyg'unligi bo'ladi. Kundalik liboslar yarating. Albatta, Xudo xolasa. Albatta, chunki faqat to'y hashamdan iborat emas, chunki o'zimiz ham necha yildadir bir to'y bo'ladi yoki nechadir oyda bir to'y bo'ladi, lekin kundalik hayotda maza qilib kayfiyatni ko'taradigan ish jarayonida, o'qish jarayonida insonga kayfiyat libos ham bir qo'shimcha vosita, insonning hayotiga, kayfiyatiga, yashashiga. Siz haqingizda ma'lumot beradi. Haligacha ham ilgaridan shunaqa edi, haligacha ham o'sha siz qanaqa kiyinib borsangiz, o'sha ko'rgan odam sizni kayfiyatingizga qarab suhbat boshlaydigan narsa-da. Libosni, masalan, milliy libosda borsangiz, boshqacha bir kompliment deydi-yu, bir sizga maqtov etadi libosingiz haqida. Oddiy o'sha Turkiyani yo Xitoy kiyimini kiyib borsangiz hech kim hech narsa demaydi-da. Va ko'proq e'tibor o'sha milliy liboslarimizga. Ozginagina milliy bir narsa kiyib borsangiz, albatta o'shanga hamma e'tiborini qaratadi. Mana shu narsalarni siz ham shu dizayner sifatida o'zingizni anaqalaringizga nima deydi, klient, buyurtmachilaringizga taklif qilishingiz kerak. Bu narsa bor, o'ylangan, Xudo xolasa. Hali aytganingizdek, boya hashamat haqida gapirdik. Borgan sari oddiylik deyapmiz hozir yoki bo'lmasam tabiiylik. Shu narsani kimdir qilishi kerak va dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsang, o'zingdan boshla deganlaridek. O'shaning uchun men o'zimni o'zgartirishdan boshladim. Bu yil maqsad qo'ydim. Birinchi o'rinda qarashlarim, fikrlarimni o'zgartiraman va bu hayotda qilishim kerak bo'lgan asosiy ishlarimga fokusimni qarataman deb yordamchilarimga ko'proq buyurtmalarni, mas'uliyatini topshirib, o'zim ijodga, yana ham ko'proq ijod qilishimga, ijodga sho'ng'ishimga bu yil qattiq kirishdim. Rahmat, baraka toping. Aynan bizlarni kuzatib turgan insonlarimizga tavsiyam xarakteri jihatdan ham men o'zim atrof muhitda eshitaman, men uchun qanchalik foydali yoki qanchalik manfaatli.
Bu tomonlarni birinchi o'ylab ko'raman va keyin o'zimni fikrimda qat'iy qolaman. Iltimos qilardimki, iltimos emas, tavsiya qilardimki, ko'proq o'zlari maza qiladigan o'sha kasbni tanlashlari va o'sha kasbda qaysidir natijaga erishish uchun albatta insonni o'zi maza qilishi kerak. O'zi yaratgan ijod namunalaridan va o'sha ketkizgan vaqtiga achinmasligi kerak. Ko'proq biz chet el dizaynerlariga havasda bo'lamiz va ular juda ham o'zlarini taniqliligi bilan, mashhurligi bilan ko'pchilikni lol qoldiradi. Shu insonlar qatoridamiz. Va o'sha bizni kuzatib turgan insonlarimiz ham biz ham agar xohlasak o'zimiz qalb kasbimizni, o'zligimizni, o'zbekligimizni, milliyligimizni targ'ib qiladigan bo'lsak, ulardan yuqori cho'qqilarga erishish imkoniyatiga egamiz. Baraka toping. Chiroyli suhbat bo'ldi. Rahmat. Milliylik uchun, o'sha millat uchun, albatta o'sha libos dizaynerlarini ham o'ziga xos kerakligi bor, o'ziga xos o'rni bor. Shu yo'lda sizlarga ham muvaffaqiyatlar tilayman. Butun dunyo taniydigan dizayner bo'lishingizni, o'sha aynan boyaga aytganingizdek, bizda mashhur futbolchilar, mashhur sportchilar, bokschilar, san'atkorlar chiqyapti, mashhur dizaynerlar ham chiqishini vaqti keldi. Albatta. Omadingizni bersin. Rahmat. Hammaga rahmat. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringizni bizga o'sha kommentariylarda yozsangiz xursand bo'lardik. Bugungi suhbatimiz haqida eng chiroyli izoh yozgan va eng ko'p layk yig'gan obunachimizga maxsus sovg'amiz bor. Va keyingi suhbatdoshimiz kim bo'lishini ham siz aytasiz.